hürmetli axbaratçılar ve cemaatlarımız, bugün 10. ayının 1. günü Vatanımız Şarkı Türkistan'da zalim Komünist Xitayning vahşiyane işgal qilganligining 76. yıllık münasebeti bilan bu yerga jam bo'lib o'tirdik. 76 yil buyon davomlashayotgan bu rejimsiz ishg'oliyat zaminimizni egallab olish bilan cheklanib qolmay, yana necha ming yillik Türk Uyghur medeniyet miraslarını yo'qotishni maqsad qilgan sistemlik mustamlikchilik va irqiy qirg'inchilik elib berilyotdi. İşgaliyetçi komünist Xitaylar vatanimizga kirganda atalmış milletçi Xitay kuchlarının qaldoqlarini tozalab chiqib ketishga va'da bergan bo'lsa-mu, Sharq Turkistondagi barliq mustaqil davlat aparatlari va Cumhuriyet armiyamizni yo'q qilish, tarqitish hiyla-mikrlari bilan vatanimizni ishg'ol qilib oldi. Shunaqla Rossiyaning yordami bilan Sharq Turkiston Cumhuriyetimizning Ahmedjon Qosimi qatorliq raislarni aeroplan qazosi degan nom bilan suiqasdga uchirtib, vatanimizni qaytadan ishg'ol qilib olgan bo'lsa-mu, xalqimiz hozirgacha bu ishg'olni qilcha qabul qilmay 76 yildan buyon kurash qilib ishg'oliyatga bosh egmay vatanimizni qaytadan asl keltirish uchun kurash qilishni davom qilyotdi. Sharq Turkiston xalqi ishg'ol boshlangan kundan boshlab Xitoy terrorist davlatining izchil iskanja, zulm va assimilyatsiya siyosatlarining nishoni bo'lib keldi. Biroq fidokor xalqimiz qahramonlarcha 76 yildan buyon Xitoyning ishg'oliyatini qabul qilmay, ishg'olga bosh egmay, oshkora maxfiy holda qarshilik ko'rsatib kelmoqda va mustaqil Sharq Turkiston davlatini asliga keltirish yo'llarida nurg'un xalqimiz jonlarini fido qildi. Nurg'unlari hozirmi Xitoyning turmalarida ishkence chekyapti. Xitoyning ishg'ol siyosati yer shari tartibi va tinchlik uchun cho'ng bir xavf olib keldi. Xitoy bir belbaq bir yo'l nomi ostida xalqaro iqtisodiy hukmronlikni kengaytmoqda. Qarz qıtlaqları bilan strategik joylarni egallamoqda va Sharqiy Turkistonda qo'llangan keng ko'lamli kuzatish vositalarini va ishkence sistemlarini dunyoga eksport qilib, zo'ravonlikni va yangi bir fashizmni tarqatmoqda. Biz Sharq Turkiston tashkilotlar birlashmasi bo'lishimiz bilan Sharq Turkiston xalqi nomidan adolatni, kishilik huquqni qo'g'daydigan butun dunyoga seslanib, talabimizni tuvandagidek bayon qilamiz. Birinchisi, barliq davlatlarning Sharqiy Turkistonni Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan bir zamin partisi sifatida qabul qilishni va qonunliq yo'llar bilan elib berayotgan mustaqillik ko'rishimizni qo'llashni talab qilamiz. İkincisi, BDT, Avrupa İttifakı, İslam Hamkorlik Teşkilatı, Türk Devletler Teşkilatı ve başka barliq devletlerine Xitoyning terrorlik ve diniy aşkılık bahane qilib davomlashtirayotgan irqiy sistemini, irqiy qirg'inchiligini, kishilik huquq va e'tiqodiy erkinlik cheklamlarini va zamonaviy natsist qiynash lagerlarini yo'qotishni talab qilamiz. Üçüncüsü, BDT Baş Katibi Umumiy Kengashini ve BDT Kishilik huquq yuqori komissarligini Sharq Turkiston uchun alohida vakil tayinlashga, mustaqil kuzatish guruhi yaratishga va suhbat yig'ini o'tkazishga taklif qilamiz. Hükümetlerini ve xalqaro tashkilotlarni Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsanchilikları ve medeniyet besimlariga hal qilish chorasi tepish uchun Xitoyga diplomatik besim ishlatishga chaqiramiz. Dunyo miqyosidagi barliq iste'molchilarni va korxonachilarni Sharq Turkistondan majburiy emgakni o'z ichiga olgan ta'minlash zanjirlari haqida aniq bo'lishga va mahsulotlarning axloqliq manbadan kelganligiga kafolatlik qiladigan qadamlarni besishga va shundaqla majburiy emgakni to'xtatishga tavsiya qilamiz. Biz sukut qilsak, dunyo sukut qiladi. Dunyo sukut qilsa, Xitoy vatanimizda irqiy qirg'inchilikni davom qiladi. Shundaqla vatanimizning yer osti va yer usti boyliqlarini talon-taroj qilib sumirib. Shuning uchun biz vatanimiz mustaqil bo'lgan qadar hargiz sukut qilmasligimiz, hayotimizning oxirigacha mustaqilligimiz uchun kurash qilishimiz lozim. Hammaga rahmat.